Birinchi bo'lib visit.visitsaudia.com ga kirib olamiz va u yerdan registratsiyadan o'tamiz. Hozir menda tayyor login parolim bor va bu captchadagi raqamni teraman va login tugmasini bosaman. Agar inglizcha tushunarsiz bo'lsa, tepada bemalol переводчикdan o'zbek tilini ham tanlab olsangiz bo'ladi va shunaqa kod keladi sizni pochtangizga va pochtangizga kodni kiritib, submit tugmasini bosasiz va saytga xush kelibsiz. Va birinchisida ko'rib turganinglar bitta odamga viza qilish va pastida bo'lsa ikkita yoki gruppovoy vizalar qilish bo'yicha danni to'ldirishga kirsanglar bo'ladi. Biz bittaligiga kiramiz va siz boshqa birovni nomidan murojaat qilyapsizmi yoki o'zingizni nomingizdan murojaat qilyapsizmi degan yozuv bor. Agar siz o'zingiz nomingizdan to'ldirayotgan bo'lsangiz, hani bosasiz va sizni o'zingizni dannilaringiz chiqib keladi. Agar siz birovni nomidan to'ldirayotgan bo'lsangiz, unda boshqa odamning nomidan to'ldiryapmanni bosib boshqa odamni ism familiyalarini kiritishni boshlaysiz va birinchi ish rasm yuklashdan boshlanadi. Rasmni o'zini formati bor. Agar sizlarni rasminglar formati to'g'ri kelmasa, Googledan rasm formatini to'g'irlash degan sayt topib, uni o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Ketdi. Ikkinchisi fuqarolik O'zbekistonni tanlaysizlar va isminglar meni ismim Sanjarjon bo'lgani uchun to'lig'icha yozdim va pastiga familiyamni yozdim va otasining ismi yoki otasining ismi inglizchada yozib qo'yibdi. Shu yerga отчествоlarni yozasizlar. Pasportda qanaqa bo'lsa, bu dannilar hammasi zagran pasportinglar bo'yicha kiritib ketasizlar. Xo'p, jinsini tanlaymiz va oilaviy, agar uylangan bo'lsanglar uylangan, erga teggan bo'lsanglar turmush o'rtog'i bor deganni bosasizlar. Hozir bu yerda o'zbekchaga o'girib tayyor qilib qo'ydim sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Bu yerdan chislolarni tanlab, kunini tanlab, o'zingizlarning tug'ilgan yilinglarni yozasizlar va tug'ilgan mamlakatni ham tanlashingiz kerak bo'ladi. Albatta O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston, boshqa davlat bo'lsa boshqa davlatda tanlasanglar ham bo'laveradi. Tug'ilgan shahar, meniki Toshkent bo'lgani uchun Toshkent deb yozaman. Va pastida ko'rib turganinglar kasb. Bu kasbni xohlasanglar biznesmen, xohlasanglar o'zingizlarning kasbinglarni ham yozsanglar bo'ladi. Men o'zbekchasiga tadbirkor deb yozib qo'ydim. Xo'p. Yana pastroq tushamiz. Joriy yashash manzili. Tanlaysizlar. Hozir O'zbekistonda yashayotgan bo'lsanglar O'zbekiston, agar boshqa davlatda yashayotgan bo'lsanglar boshqa davlatni tanlab qo'yasizlar. Va shahar yana Toshkentni tanlaymiz. Agar sizlar Toshkentda yashasanglar yoki boshqa viloyatda yoki boshqa joyda yashasanglar, o'sha joyi anaqasini kiritib qo'yasizlar manzilini va pochta indeksini bemalol Googledan o'zingizlarning adresinglarni yozib topsanglar bo'ladi. Va manzil, meni manzilim shunaqa bo'lgani uchun qisqartmasini yozib qo'ya qoldim. Va sizlarni dannilarni saqlanib qilish kerakmi yo'qmi deb so'raydi. Men obnovit qilib saqlanib qilib qo'ydim o'zimni dannim bo'lgani uchun. Va ketdi ikkinchi oynaga o'tdi. Ikkinchi oynada bo'lsa, pasport tipini tanlaysizlar. Bu yerda regularniy pasport, обычный pasport deb tanlaysizlar. Xo'p, pasport seriyasini kiritasizlar va pasportda qayerdan olganinglarni kiritasizlar. Misol uchun Toshkentdan olgan bo'lsangiz Toshkent, agar boshqa viloyatdan olgan bo'lsangiz boshqa viloyatdan. Yana tepasida ko'rgan bo'lsanglar, Google переводчик chiqib turadi. Agar xohlasanglar tushunmaganinglarni o'zbekchaga tarjima qilib turib o'qisanglar ham bo'ladi bemalol. Va bu yerda pasport amal qilish muddati va pasportinglarni qachon olganinglarni kiritib ketasizlar. O'zi agar inglizchani bilsanglar inglizchada, o'zbekchani bilsanglar o'zbekchaga перевод qilib ham bemalol o'qib olsanglar bo'ladi nima yozilganini. Va yana pastroq tushamiz. Bu yerda kutilayotgan sana, ya'ni sizlar Saudiyaga viza olib qachon kelmoqchisizlar, shu narsani belgilab ketasizlar. Bu taxminiy belgilasanglar ham bo'ladi. Va bu yerda nima maqsaddan Saudiyaga kelmoqchisizlar, dam olish, umra, misol uchun men ikkalasini belgilab ketdim. Agar sizlar xohlasanglar, hammasini ham belgilab ketishingiz mumkin. Va bu yerga telefon raqaminglar va turar joy. Agar sizlarni Saudiyada qarindoshingiz bo'lsa, qarindoshni belgilab uni yozasizlar. Agar sizlar otel olmoqchi bo'lsanglar, mehmonxonada qolaman deb otel nomini kiritib ketsanglar bo'ladi. Va bu yoq pastiga bo'lsa, men o'zimning raqamimni va pochtamni kiritdim, lekin bu yerga Saudiyadagi otel bilan uni pochtasini kiritib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu страховка alohida qo'shiladi buni summasi, lekin buni tanlash hozir majburiy bo'lib qolgan. Va buni ham tanlab, keyingisiga o'tish, ya'ni next tugmasini bosamiz va bu yerda uje bizda keyingi oyna bunaqa ochiladi. Va bunda ham ptichkani qo'yib, next, ya'ni keyingisi degan joyini bosib o'tamiz.
Va bizda oxirida bunaqa oyna ochiladi va tepadan tushunmasanglar o'zbekchaga o'tkazib ko'rolsanglar bo'ladi. Bu yerda rasmiylar ayrim hollarda internet yaxshilamagani tufayli rasmiylar shunaqa ko'rinmaydigan darajada bo'lib qoladi. Ichiga kirib, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi rasmim turibdimi yoki deb va yana save qilib, ya'ni saqlash qilib, yana o'sha joyga chiqib olsanglar bo'ladi mana. Hop, ko'ryapsizlar, yana rasm ko'rinmayapti. Ichiga kirib ko'rganimizda rasmlar turibdi. Va bu yerda hamma dannelar yana ko'rsatib qo'yiladi. Agar qanaqadir noto'g'ri danne ko'rsanglar, bemalol ichiga izminit qilib, kirib o'zgartirsanglar bo'ladi va yana qaytib save qilib, saqlanib qilib, yana shu joyga chiqib, yana bitta qaytadan o'zinglarni dannelarni tekshirib, bitta ko'z yugurtirib pastgacha tushib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Va hamma dannelar to'g'ri bo'lgandan keyin uje to'lov usuliga o'tsanglar bo'ladi. Narxini ko'ryapsizlar. 402 saudiyskiy riyal. Bu где-то $110 atrofida bo'ladi. Va o'zinglarni viza dannelarni kiritib turib va CVV kodini yozib turib, pay tugmasini bosasizlar va sizlarni kartanglar ulangan raqamga SMS kod boradi va shu SMS kodni kiritib, yana provertini bosib yuboramiz. Va shunda bizga to'lov qilindi degan xabar pochtamizga keladi va ekranda bunaqa oyna chiqadi. Bunaqa oyna chiqqandan keyin uje 1 soat yoki 2 soat ichida bizga pochtamizdan vizamiz keladi. Vizani ko'rinishi taxminan shunaqa bo'ladi va pochtalarga bunaqa xabar bo'lib keladi. Agarda sizlarga ham shunaqa viza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu videoni ko'rib, o'zingizlar olsanglar bo'ladi va buni Saudiyaga boraman degan yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Albatta foydali bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.